Assalomu alaykum hammaga. Makka ekishi o'rganaman degan yangi boshlagan dehqonlarimiz uchun bugun 8-qismini ko'rsatyapmiz. Makkani ekish, qarash, hamma jarayonni ko'rsatib boryapmiz. Xudo xolisa bugun birinchi suvimizni ochdik. Oralatib sug'oramiz. Biz oralatib sug'orishdan maqsad qiyinchilik uncha bo'lmaydi. Ko'p joyda hammasiga ochib oladi. Bizaniki yerimiz uzunligi 270 metr bo'lgani sababli boshi oxiri zaxlab ketadi. Hammasidan qo'yishga shunga oralatib qo'yamiz. Zaxi ancha bu yoqqa uradi o'zi. Yerimiz zax tortadigan yer. Bu yerdan qo'ygan suvimiz bu qatorga ham zax o'tadi. Shuning uchun oralatib sug'oramiz. Bunga dorilar solganmiz. O'sha aytib o'taman yana bir marta. 1 qop sulfat, 2 qop karbamid, 1 qop amafos, 15 kilocha kaliy solganmiz. Xullas 210-220 kilo dori ketgan. 70 sotikka oralatib solganmiz. Endi bu yog'iga yana 210-220 kilo ketadi dori. Bu qatorlarga ham solib sug'oriladi, chunki shunda 70 sotikka 400 kilodan oshiq dori ketyapti. Biz o'zi 1 gektarga 500 kilo dori solamiz odatda. 500 kilo dori hisoblaymiz. Mana hozir makkalari ko'rishinglar mumkin. Juda yaxshi ahvolda, ranglari, hamma narsasi yaxshi ahvolda. O'sha tepasidan sepgan dorimizni o'tgan qismlarda ko'rgan bo'lsanglar, tepasidan dori sepib ko'rsatganmiz. O'sha dorimizga juda yaxshi ta'sir qilgan koreyskiy dorimiz. Sizlarga aytib o'taman, yaxshi aptekachi topib olishinglar kerak. Yaxshi original dori sotadigan. Bir xil dori olasizlar, lekin poddelkasi ham bo'ladi u dorini. Poddelkasini olib qo'ysanglar yaxshi ta'sir qilmaydi. Shunga yaxshi bir tanish aptekachi qilib olsanglar, keyin dori sepsanglar ta'siri siraz bilinadi. Mana bizda bilindi. Biz koreyskiy dori ishlatamiz ko'p. O'tgan qismlarda ko'rsatganman, ko'rib o'tsangiz bo'ladi kirib. Xo'sh, bu yerda chopig'ini boshladik. Xudo xolisa ishchilar ishlashyapti mana. Chopiq boshlaganmiz. Bu yerga ekilgan makka. Sizlarga o'sha aytib o'tganimdek 1,5 gektarga qancha rasxod qilinadi, qancha foyda olinadi, hammasini ko'rsatib o'tamiz. To ekilgundan pishgunga qadar. Bu yerda hozir 75-80 sotik yer, quruq yerga ekilgan. Plyonka ham 75-80 sotik. Mana bu yoqda 1,5 gektar отдельный bor. Mana bu yerda 20 sotik. Bu yoq yaxlit 1 gektar joy bo'lsa, 80-75 sotiga yerga ekilgan. Hozir chopig'ini boshladik. Xudo xolasa buni ham arig'ini ochib, dorisini sepib, o'sha sug'orish boshlaymiz. Makkamiz 9-martda ekilgan, 49 kun bo'libdi. 48-49 kun bo'libdi makkamizga. Lekin bu makkamiz mana plyonkadagi bir 15 kundan keyin chiqqan. 15-20 kundan keyin, bunisi 25 oydan keyin chiqqan, ekilgandan keyin. Ekkan kunimiz 2 kun keyin, ekkanimizdan 2 kun keyin qor yoqqan. Qor tagida unib yotib yer zax bo'lsa chiqa olmaydi makka. Qachon yer zax ketsa keyin chiqib keladi issiqda. Shu chiqqancha ancha vaqt o'tib ketgan. Shunga bu plyonkamiz 1 oylik makka, bu 20 kunlik makka desa ham bo'ladi. Bu plyonka qilishdan maqsad nima? Plyonka qilishdan maqsad sal vaqtliroq chiqarib, yerni vaqtliroq bo'shatib, keyingi ekinga uspet qilish. Qimmatroq bo'lishi mumkin, vaqtli chiqsa, shuning uchun plyonka qilingan, vaqtliroq chiqarish uchun. Bu yerdagi yeri ja muhim emas, zarur emas yeri. Bemalol pishgandan keyin ekamiz ekinni. Keyingi ekinlarimiz xudo xolisa karom bilan koreyskiy karom ekamiz. Uni ham polniy videolarini qo'yib boramiz. Bu yil xudo xolisa 3 ta ekin boshidan oxirigacha qo'yib, sizlarga qancha foyda keltiradi, qancha rasxod bo'ladi, hammasini hisoblab aytib beramiz. Videoni davomida bugungi qilgan rasxodimizni yozib,
sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kuzatishda davom etinglar. Makka ekishni bilmay yurganlarga tashlab qo'yasizlar, sog' bo'linglar. Xo'sh, bu rasxodlari birinchi, ikkinchi qismda aytib o'tganman. Hozir bugungi rasxodimiz 1.250.000 bo'ldi ishchilarga. 31.280.000 rasxod qilganmiz shu paytgacha. Unga qo'shamiz 32.500.000 rasxod bo'libdi. 500 ga 30.000. 32 milliondan oshdi. Xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Keyingi ishlarimizni qo'yib boramiz. Hamma rasxodlarimizni aytib, hisoblab, sizlarga oxirida 1,5 gektardan necha pul foyda qilgan, necha pul rasxod qilgan, shuni hisoblab aytib beramiz.